Assalomu alaykum. Endi siz va biz ham arzon BYD avtomobillarini, elektromobillarini minish imkoniyatiga egamiz. Qiziq bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'ring. BYD kompaniyasi arzon elektromobillar ishlab chiqaruvchi Linghui brendini ishga tushiradi. Dastlabki 3 ta model haqidagi ma'lumotlar Xitoy sanoat vazirligi bazasida paydo bo'ldi. Linghui brendidagi eng arzon model Linghui Y5 bo'ladi. Ushbu avtomobil 2021-2024 yillarda ishlab chiqarilgan Qin Plus Ev'ning soddalashtirilgan versiyasi hisoblanadi. Dizayndagi o'zgarishlar minimal darajada bo'lib, tashqi bezaklar qisqartirilgan. Sedan 136 ot kuchiga ega bitta elektromotor bilan jihozlangan va maksimal tezligi 130 km/soatni tashkil etadi. Batareya sig'imi va yurish zaxirasi hozircha ochiqlanmagan. Model qatorining o'rtasida Linghui Y7 joylashadi. U avvaldan taksi bozori uchun ishlab chiqilgan va 2025-yil bahorida taqdim etilgan BYD Y7ning qayta nomlangan ko'rinishidir. Texnik jihatdan avtomobil o'zgarmagan. Elektromotor quvvati 136 ot kuchi, maksimal tezlik 150 km/soat, 48 va 57,6 kWh batareyalar bilan taklif etiladi. Maksimal yurish masofasi 520 km gacha yetadi. Asosiy farq yangi Linghui logotiplaridir. Linghui brendining flagmani Linghui Y9 bo'ladi. Model Han Ev bazasida yaratilgan bo'lib, ilgari BYD Y9 nomi ostida ma'lum bo'lgan. Avtomobil 204 ot kuchigacha ega bo'lgan elektromotorlar bilan jihozlanadi. U 65,5 kWh batareyani saqlab qolishi va taxminan 500 km yurish zaxirasini taklif qilishi kutilmoqda. Xullas, BYD hozirda Yevropa bozorini ham egallayotgan, Teslaga sog'lom raqobat taqdim qilayotgan bir paytda o'zining oddiy va puli kam bo'lgan xaridorlari uchun ham bunday hamyonbop avtomashinalarni ishlab chiqarishga harakat qilayotgani quvonarli holat. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham GMdan ustunlikka va qulaylikka ega bo'lgan, lekin arzon turdagi ushbu avtomobillar importi boshlanadimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ha, aytgancha, agar ushbu video 5000 ta like yig'sa, keyingi videomiz eng ko'p zapas xodiga ega bo'lgan arzon elektromobillar haqida bo'ladi.